O'zbekistonda endi boylar boy bo'lgani uchun alohida soliq to'laydi. Buni uncha-buncha odam emas, naq Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev tugayotgan haftada Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib chiqdi. Uning qayd etishicha, qariyb 38 million aholiga ega O'zbekistonning 18 million fuqarosi daromadga ega va soliq to'lashi kerak. Shularni segmentatsiya qilgan holda eng yuqori daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslarni soliqlarni to'lash, undirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar qilamiz va men o'ylaymanki, ularning to'liq bazasini yaratilib, bironta bir jismoniy shaxs o'zlarining daromadlarini kamaytirib yoki o'zgartirib yoki soliqdan qochish imkoniyati bo'lmaydigan tizimni yaratyapmiz. Buning uchun bizga deyarli 1 yil muddat kerak. Rejalashtirilgan tizim nafaqat O'zbekistonda, balki xorijdan olinadigan daromadlarni ham soliqqa tortishni nazarda tutadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining qariyb 4 millioni xorijiy mamlakatlarda mehnat qilmoqda. Xalqaro ekspertlarning tahlillariga ko'ra, haqiqiy raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekiston esa xorijda faoliyat yuritayotgan fuqarolarni ham soliqqa tortmoqchi. Chet elda qo'ygan daromadlarini ham soliqqa tortish tizimini, ya'ni o'sha ikki tomonlama soliqqa tortish, agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston nerezidenti bo'lsa, u yoqda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Ya'ni amaldagi qonunchilik bo'yicha jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz. Rahmat. Mana endi keldi, mana shu video ostini izohlarga to'ldirib, ushbu videoni boshqa do'stlaringizga ham ilinish fursati. Esingizdami, 2021-yil o'tkazilgan prezident saylovi oldidan Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarni soliqqa tortishni taklif qilgandi. O'shanda hamma uni qoralab, hatto ustidan kulgandi va saylovdagi muvaffaqiyatsizligiga aynan o'sha gaplari sabab bo'lgandi. Lekin hozir davr boshqacha. Mamlakatni taraqqiyoti uchun soliqlarni o'rni juda ham muhim. Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadga soliq to'lamaslik kerak? O'zbekistonning taraqqiyoti uchun kerak soliq to'laydi. Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyidan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylanadi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq to'lanayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zining solig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin. Alisher Qodirovning katta rezonansga sabab bo'lgan gaplari kerak bo'lsa, o'sha vaqtdagi saylov siyosiy muhitiga yaxshigina ta'sir o'tkazib, amaldagi prezident va nomzod Shavkat Mirziyoyevning ham bu mavzuda so'z ochishiga va bu tarzdagi soliq amaliyoti joriy qilinmasligi, aksincha xorijdagi fuqarolarning vatanga qaytishi, soliqlar kamaytirilishi haqida va'da berishiga sabab bo'lgandi. Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqayapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Iloji boricha jonajon vatanimizda sharoit yaratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, hamma sohada ijobiy o'zgarishlar qilib, bularni albatta vatanga qaytarish uchun qarorlar qabul qilamiz. Men Xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.